O'zbekistonda 5 ta siyosiy partiya borki, barchasi mamlakatimiz taraqqiyoti uchun xizmat qilib kelmoqda. Ularning orasida esa Milliy tiklanish demokratik partiyasi o'zining noodatiy yondashuvlar bilan ajralib turadi. Joriy yil partiya tashkil etilganiga 30 yil to'lishi munosabati bilan bayram dasturi tashkillandi. Islom Karimov nomli viloyat teatr va konsert saroyida o'tkazilgan shodiyonaga 2000 ga yaqin yosh-u qari jam bo'ldi. Milliy tiklanish demokratik partiyasini bugun 30 yilligi butun O'zbekiston bo'yicha juda ham keng nishonlanyapti. Yaxshi bilasiz, Milliy tiklanish demokratik partiyasi bu siyosat maydonida o'zini o'rniga ega bo'lgan. Millionlab aholini o'ziga birlashtira olgan, vatan taraqqiyotiga o'zini hissasini qo'shmoqchi bo'lgan, vatan taraqqiyotini o'zini asosiy maqsadi deb bilgan. Qadriyatlarimizni, an'analarimizni saqlab, kelgusi avlodga tilimizni, qadriyatlarimizni saqlashga harakat qilayotgan va bu ishni o'ylaymanki, munosib amaliyotga oshirayotgan partiya hisoblanadi. Ma'lumot uchun aytish joiz, Milliy tiklanish demokratik partiyasi 1995-yil 3-iyun kuni bo'lib o'tgan ta'sis qurultoyida tashkil topgan. Kunigacha partiyaning Farg'ona viloyat kengashi, viloyat hokimligi hamda qator hamkor tashkilotlar bilan o'tkazilgan tadbirda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari hamda partiyaning Farg'ona viloyat kengashi vakillari ishtirok etdi. Qadriyatlarga tayangan taraqqiyot shiori asosida partiyaning dasturiy maqsad va vazifalarini hayotimizga tatbiq etar ekanmiz. Bunda siz aziz partiyamiz a'zolarining, jonkuyar deputatlarimizning xizmatlari katta, dedi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi fraksiyasi a'zolari. Mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar tobora mana shu chuqurlashib, keng qamrovli bo'layotganligi bu partiyani ham daxldor ekanligini his qilsa bo'ladi. Mana Milliy tiklanish demokratik partiyasi bugungi kunda o'zini 30 yillik davrini nishonlash arafasida turibdi. Biz Milliy tiklanish demokratik partiyasini bugun Farg'ona viloyat kengashida 40 mingdan ortiq mana shu a'zolarimizni, elektoratimizni bugun tabriklamoqchimiz. Barcha a'zolarimiz, deputatlarimiz, mana bugungi kunda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari barchasi bugun xalqning ichida yurib, muammolarni o'rganib va mana shu muammolarni hal qilish demak ishtiyoqida va harakatda yuribdi. Biz mana shunday ko'p millatli xalqimizni, bugun bizni elektorat bo'lgan ta'lim sohasini, tibbiyot sohasini, barcha yoshlarimizni mana shu ulug' bayram, ya'ni O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasining 30 yilligi bilan muborakbod etamiz. Ko'tarinki ruhda o'tkazilgan tadbir avvalida Milliy tiklanish demokratik partiyasi safida bir necha yillardan beri xizmat qilib kelayotgan bir guruh partiya faollari hamda deputatlari tashakkurnoma va esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar. Bu ajoyib bayram butun respublikamiz bo'ylab nishonlanmoqda. Sababi 30 yil degan narsa bu kichkina narsa emas. Mana shu 30 yilda bir yangi tug'ilgan chaqaloq 30 yoshga kirdi. Mana shu chaqaloq o'zini mustaqil hayotga qadamini qo'ydi. Partiyamizning ichida o'zimizni fidoyi insonlarimizni saralab, ularni deputatliklarga nomzodlarini qo'ydik. Ular xalqni, mana shu kelajagimiz bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash, qolaversa, qadriyatlarimizga tayangan partiyamizni olib borayotgan siyosatga labbay deb javob beradigan yoshlarimizni shu saflarimizga a'zo qildik. Ular o'z xohishlari bilan partiyamizning safiga kirishdi. Prezidentimiz aytganlaridek, yoshlarimiz bizning kelajagimiz. Ularni biz milliy urf-odatlar, milliy qadriyatlar holatida tarbiya qilmas ekanmiz, biz o'z kelajagimizni yo'qotamiz. Milliy tiklanish demokratik partiyasining 30 yillik shodiyonasiga bag'ishlangan bayram dasturida sovg'ali o'yinlar, shoular va taniqli san'at vakillari tomonidan ajoyib qo'shiqlar ishtirokchilar hukmiga havola etildi. O'yinlar kulguga, kulgular esa raqslarga hamohanglikda kechdi.